Bozorda Damas ko'p, lekin bunaqasi har doim ham to'plavermaydi. Mashinani navrotiga anchagina rasxod qilib qo'yishgan. Videoni oxirigacha ko'ring, bu Damas sizga aniq yoqadi. Mashina derskivit berish uchun optra sakalar taqilgan, yumshoq yurish uchun shunaqa yo'lka Grand Trek ballonlardan taqib qo'yilgan. Yili 2022-yil, yurgan esa 95 000 km. Mashinani rangiga o'zingiz ahamiyat berasiz. Juda ham neobычный va chiroyli ko'rinib turibdi. Mashinani farasiga ahamiyat berasiz. Ichi qoraytirilgan original biletlardan taqib qo'yilgan. To'rtta eshiklari, orqa bagaj hamda torpedkalar shumka qilib qo'yilgan. Kuzov qismini kraskasiga keladigan bo'lsak, orqa qismini palasadan yuqori shu yeri va u tomonini ham o'zgina joy kraska bo'lgan dedilar. O'zingiz uchun tekshirib olasiz, lekin mashina juda ham yaxshi holatda turibdi. Salon qismida ham ancha navorotlar bor. Stigmopodiyomniklari elektronik, ko'rib turganingizdek, bu yerda bar o'zgartirilgan, chihol polik qilingan, tepalari qoraytirilgan, spark rul va tabloni ham podsetkasi o'zgartirib qo'yilgan. Xullas mashina tayyor holatda non topar mashina bo'ladi. Xullas jaydara mashina bo'ladi. Narxini 4800 oxiri dedilar. Menimcha bu mashinaga, bunaqa sostoyani mashinaga va bunaqa navorotli mashinaga 4800 yaxshi pul bersa kerak. Pastga nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.